Assalomu alaykum hammaga. Qamalib ketgan, surug' bo'lib ketganlarni 98.7% statistika bo'yicha недоволен ekan, norozi ekan qamalib ketganda. Yo'q, men ayb qilganim yo'q, men nohaq qamashdi der ekan. 98.7% bu statistika. Men uchun dunyo qonunlaridan ko'ra shariat ustun. Men aslida shariat bo'yicha yashayman, shariat bo'yicha ishlayman imkon qadar. Bu qonunlarga to'g'ri keladi. Даже o'tib ham ketadi. Nima uchun bularni aytyapman? Bitta ustoz bilan ozgina menda konflikt bo'ldi, kelishmovchilik bo'ldi. Tushunarsiz holat bo'ldi. U uchun, men uchun emas. Men shunga aytyapman. Davayki birinchi o'chiratda men senga taklif qilaman, shariat bilan shuni hal qilamiz. Ikkinchi o'chiratdaki diplomatik yo'l bilan, mana yurist, advokat, sud bilan hal qilamiz. Uchinchi mana ommaga olib chiqamiz shuni. Men o'zi lichniy narsalarimni olib chiqmayman. Ishni ko'rsataman, boshqa narsani ko'rsataman. Lekin o'ylanib, kimlar bilandir qanaqa muammoni o'zim hal qilaman. Birinchi o'chiratda aybim bo'lsa tan olaman, aybdorman deyman, berishim kerak bo'lsa beraman, olishim kerak bo'lsa olaman, hal qilaman. Men tikka boraman, to'g'ri. Orqaga qaytish, qiyshaish yo'q. Shuni aytyapman. Taklif berdim, mana 3 ta yo'l. Bittasini vibrat qil, xohlaganingga boraman. Berishim kerak bo'lsa joyiga beraman, agar sen berishing kerak bo'lsa joyiga berasan. Rozimisan deb, ответ kutyapman. Nima deysizlar, olib chiqamizmi ommaga? Davay desa farqi yo'q. Olib chiqib